bugungi murakkab vaziyatda barcha davlatlar ichki resurslarga tayanib innovatsiyaga intilyapti. Innovatsiya bizning kelajagimiz. Bizda ham so'nggi yillarda ilm, ta'lim va innovatsiyaga e'tibor tubdan o'zgardi desak, bu ham adolatdan. Bu jamoadagilar AI bo'yicha yangi loyihalar ustida ishlamoqda. Chunki sun'iy intellekt davlat strategiyasidan muhim o'rin egalladi. Aniq huquqiy baza shakllandi. Soliq, bank, energetika va sog'liqni saqlash kabi 10 dan ortiq sohalarda 100 ga yaqin AI loyihalar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bu mutaxassislar IT ekosistema va eksport yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Chunki IT Park O'zbekiston bazasida biznes uchun misli ko'rilmagan muhit yaratildi. Rezidentlar uchun daromad solig'i, ijtimoiy soliq va bojxona to'lovlari bo'yicha imtiyozlar joriy etildi. Shunga yarasha IT xizmatlar eksporti keskin o'sib bormoqda. Bu yoshlar innovatsion yo'nalishda qator yutuqlarga erishmoqda. Chunki qator ta'lim muassasalarida muhandislikka qiziqtiruvchi loyihalar faoliyat boshladi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida ixtisoslashgan AI laboratoriyalari tashkil etilib, o'quv dasturlari xalqaro standartlarga moslashtirilmoqda. Bu yerda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirligi mutaxassislari bilan kelishuvlar yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Prezidentimizning Dubayga tashriflari doirasida DataVault va G42 kabi gigantlar bilan yirik data markazlar va cloud tizimlarini qurish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. O'zbekiston so'nggi yillarda davlatimiz rahbari tashabbuslari o'laroq mana shunday innovatsion rivojlanish yo'lida bormoqda.